Eng boy va kamtar xitoylik biznesmenlardan biri xodimlarini qanday rag'batlantirishini bilasizmi? Hainan Mining Group kompaniyasi rahbari Choi Pei-chung har yili o'z xodimlariga millionlab yuan tarqatadi. Shuncha boyligiga qaramay, u hali ham kamtarona hayot kechiradi. Oddiy kiyimda yuradi va 20 yildan beri o'zgarmagan kresloda o'tirib ishlaydi. Uning eng ajoyib xususiyati o'z xodimlariga yillar davomida millionlarni tarqatishidir. 2024-yilda kompaniya 260 million yuan sof foydaga erishadi va buni nishonlash uchun 25-yanvardagi yig'ilishda 170 million yuan naqd pul mukofoti tayyorlanadi. Bu esa taxminan 24 million dollarga teng. Eng hayratlanarlisi, u pullarni shunchaki tarqatib yubormaydi. Saxiylik bayramiga aylantiradi. Bu yil u sahnada yumonlardan piramida qurib, har bir xodimga 100 minglab yuan o'z qo'li bilan topshiradi. Bir kuni undan jurnalistlardan biri so'rashibdi: "Nega siz pul tarqatishni shouga aylantirasiz? Bu shunchaki o'zingizni reklama qilish emasmi?" deyishsa, u esa shunday javob beribdi: "Men mashhur bo'lishim shart emas. Men faqat xodimlarimning mehnatini qadrlayman. Ular tinimsiz mehnat qilishadi. Men esa ular ko'magida ko'p pul topaman. Shuning uchun jamiyat va xodimlarim bilan bo'lishish mening burchim. Ular baxtiyor bo'lsa, men ham baxtiyor bo'laman", deya javob bergan. Shunday rahbarni siz ham orzu qilgan bo'lardingiz. Shunday emasmi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.